Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 11-fevral kuni Jizzax viloyatidan kelgan bemorlarimizdan biri, diagnozi jigar sirrozi. Hozir bemorimizning o'zi bilan suhbatlashamiz. Bizdan qanaqa natijalarga erishgani haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Manda kelganimdan 4 yil oldin 2022-yil jigar sirrozida bilib qoldim. Undan oldin bilmagandim. Qorinda suv bilan ko'p joylarda davolandim. Suv nimasi hech kamaymadi. Miqdori borgan sari ko'payaverdi. Keyin shu bilan bu yerda eshitdim-da, qilib sherga bir davolanayotgan deb yaqinda o'zi больницаdan yotib chiqqanga 12 kun bo'libdi. Yerda bo'lmadi, suv olamiz debdi. Qayerga borsam suv olamiz qorindan debdi. Keyin bu yerda eshitsam, shukrlargani suv olmay shunday o'zlarining tabiiy dorilari, lechinilari bilan davolar ekanlar. Eng anosi sog'lom turmush parhez yaxshi ekan. Parhezni aytdilar. Kelganimda oyoqlarimda bor edi, ancha toza ishib ketuvdim. Keyin qornimda ancha suv bor edi. Hozir qorin pastligi, kindiydi pastlari bo'shagan. Siydilar kelishi yaxshi, Xudoga shukr. Dorilarni ichibman, parhez qilyapman. Bizning klinikamizga kelishdan oldin sizda qanday shikoyatlar bor edi va ular qanchalik yaxshilandi? Shu haqida gapirib bersangiz. Kelishimdan oldin bu yerga shikoyatim qorinda asid bor edi. Keyin oyoqlarimda juda ish baland edi. Shu qilib hojatga peshob kelishiga qiynalib qolgan edim. Dorilar ham ta'sir bermay qoluvdi. Keyin boshqa joylarda ham lechinilar oldim, qaytmadi. Keyin bu yerda eshitib keldim bularga. Yaxshi, men Xudoga shukr, mana 5 kun bo'ldi. 3 kunda oyoqlarim ishlari qaytdi. Qorin pastliklari 2 kundan birin bo'shab qoldi. Doktor Jalilovning 100% tabiiy nutrientlardan qaysilaridan foydalandingiz? Qanaqa natijalar berdi? Pankraray ichdim, Gepararay, keyin yana sog'lom ichak ichdim. Uchalasida tabiiy o'zlarining dorilardan qo'shimcha qolgan nimalarini olib turdim, tabletkalarini berishdi ulargacha. Parhez qildim ko'proq. Parhez juda yaxshi ekan. Parhezni qilib yengillashdim. Ovqatlar hazm bo'ldi. Kelganimda ovqat yeyolmas edim, suv icholmas edim deb qilib. Hozir yo'q, ovqat yeyishlarim ham kechadan to'za yaxshilandi. Suv ichishlarim ham bemalol, qorin pastliklari bo'shadi, oyoqlarim ishlari qaytdi. Bizning klinikamizdan bunaqangi katta natijalarga erishganinglardan juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.